27 bit Song Plus F zamonaviy elektr krossoverlari orasida eng katta qiziqish uyg'otayotgan modellardan biri hisoblanadi. Bit kompaniyasi so'nggi yillarda elektr avtomobillar bozorida ulkan yutuqlarga erishib, innovatsion texnologiyalar, yuqori sifat va zamonaviy dizaynni birlashtirgan avtomobillarni taqdim etmoqda. 2027 yilgi Song Plus F ham ushbu an'anani davom ettirib, nafis tashqi ko'rinish, ilg'or xavfsizlik tizimlari, yuqori quvvatli elektr motori va uzoq masofaga yurish imkoniyati bilan oilaviy hamda kundalik foydalanish uchun mukammal tanlov bo'lishi kutilmoqda. Hozircha barcha rasmiy texnik tafsilotlar e'lon qilinmagan bo'lsa-da, model Bitning eng yangi elektr platformasi va zamonaviy texnologiyalarga tayangan holda ishlab chiqilishi kutilmoqda. Avtomobilning tashqi dizayni aerodinamik kuzov shakli, ingichka matrix LED farlar, uzluksiz LED orqa chiroqlar, sport uslubidagi bamperlar va yangi alyuminiy diskalar bilan yanada zamonaviy ko'rinishga ega. Yashirin eshik tutqichlari, panoramali tom va silliq kuzov chiziqlari nafaqat chiroyli ko'rinish beradi, balki havo qarshiligini kamaytirib, energiya samaradorligini oshirishga ham xizmat qiladi. Salon premium darajadagi materiallar bilan bezatilishi, keng ichki makon va 5 nafar yo'lovchi uchun qulay o'rindiqlar bilan jihozlanishi kutilmoqda. Katta markaziy sensorli multimedia ekrani, to'liq raqamli instrumentlar paneli, head-up display, simsiz Apple CarPlay va Android Auto, simsiz telefon quvvatlagichi, ko'p rangli ambient yoritish hamda premium audio tizimi haydovchi va yo'lovchilarga zamonaviy qulayliklarni taqdim etadi. Elektr sozlanadigan va isitish hamda ventilyatsiya funksiyalariga ega o'rindiqlar uzoq safarlarda yuqori darajadagi komfortni ta'minlaydi. 2027 bit Song Plus F kuchli elektr motori bilan jihozlanishi kutilmoqda. Turli bozorlarda bir yoki 2 motorli konfiguratsiyalar taqdim etilishi mumkin. To'liq elektr uzatma tizimi tezkor tezlanish, silliq boshqaruv va jim harakatlanishni ta'minlaydi. Bitning mashhur Blade batteri texnologiyasi yuqori xavfsizlik, uzoq xizmat muddati va samarali energiya ishlashini taqdim etishi kutilmoqda. Zaryadlash tizimi yuqori quvvatli tezkor quvvatlashni hamda uy sharoitida quvvatlashni qo'llab-quvvatlaydi. Ayrim versiyalarda bir marta to'liq quvvat bilan 600 kilometrdan ortiq masofa bosib o'tish imkoniyati bo'lishi taxmin qilinmoqda. Xavfsizlik borasida avtomobil eng zamonaviy haydovchiga yordam beruvchi tizimlar bilan jihozlanishi kutilmoqda. Adaptiv kruz nazorati, avtomatik favqulodda tormozlash, piyodalarni aniqlash, yo'lakda ushlab turish assistenti, kor nuqtani kuzatish, 360 darajali kamera, old va orqa park sensorlari, yo'l belgilarini aniqlash hamda avtomatik uzoq va yaqin chiroqlar haydashni yanada xavfsiz qiladi. Mustahkam kuzov konstruksiyasi va ko'plab xavfsizlik yostiqchalari yo'lovchilarni yuqori darajada himoya qilishga xizmat qiladi. Yangi model sun'iy intellektga asoslangan ovozli boshqaruv, internet orqali dasturiy ta'minotni masofadan yangilash, aqlli navigatsiya, mobil ilova orqali avtomobilni boshqarish, masofadan konditsionerni yoqish va batareya holatini nazorat qilish kabi funksiyalarni ham taklif etishi kutilmoqda. Bu imkoniyatlar avtomobilni yanada aqlli va foydalanishda qulay qiladi. Bit Song Plus F bugungi elektr avtomobil bozoridagi kuchli raqobatchilar qatoridan munosib o'rin egallashi mumkin. Zamonaviy dizayn, ilg'or elektr texnologiyalari, qulay salon, yuqori xavfsizlik darajasi va uzoq yurish masofasi uni oilalar hamda zamonaviy elektromobil ishqibozlari uchun jozibador tanlovga aylantiradi. Agar Bit ushbu modelni kutilayotgan xususiyatlar bilan taqdim etsa, 2027 Bit Song Plus F nafaqat Xitoy, balki Yevropa, Markaziy Osiyo va boshqa xalqaro bozorlarda ham eng ommabop elektr krossoverlardan biriga aylanishi ehtimoli yuqori.